Kun g'amini sahar ye, yil g'amini bahor ye deyishgandek, kechki ovqat g'amini oldindan yeb, banan bilan xurmo olib kutubxonaga kun bo'yi dars qilish uchun chiqqandim, bunga qorin to'ymas ekan. Shunga kutubxona ichidagi do'kondan bir narsalarni amallab topdim. Talabalarga shuncha sharoitlar yaratilgan. Ovqatlanishga joy qidirib vaqtlarini bekor sarflamasliklari uchun universitet kutubxonasi ichida mana shunday sotuvchisiz do'konlar bor. Lekin biz bu yerdan hamma narsani olib yeya olmaymiz. Mustaqil ravishda qanday o'qishni, intizomli dars qilishni koreyslardan o'rganish kerak. Kim nima desa desin-ku, lekin tan olish kerak. Ilmga e'tibori bo'yicha afsuski koreyslar bizdan ustunroq. Universitetimning menga yoqadigan ikkita tarafi bor. Birinchisi, yarim kechasi ham bu yerda hayot qaynaydi. Ikkinchisi, universitetning yonida yashayman va men yashaydigan mahallada masjid, o'zbek do'konlari va oshxonalar talaygina. Ba'zida xuddi O'zbekistonda yashayotgandek his qilaman. Har safar bu yerdagi sotuvchisiz o'zbek do'konlari oldidan kirmasdan shunday o'tib keta olmayman. Bu safar kirganimda lavash xamirini ko'rib qoldim. Uyda birinchi marta lavash qilib ko'rishga qaror qildim. Lavash qilish bunaqangi oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Ichiga tovuq go'shtidan tashqari uyimda bor sabzavotlarni solaverdim. Ishonavering, ta'mi juda ham zo'r chiqar ekan. O'zingiz uyda lavash qiladigan bo'lsangiz, ancha pulingizni tejar ekansiz. Vaqt ham uncha ko'p ketmas ekan. Sizga ham sinab ko'rishni tavsiya qilaman.